Bugun ishimizda Atmosferniy Malibu 2. Bu mashina 2,5 litrli dvigatel o'rnatilgan va uni tezroq harakatlanish uchun nima qilinadi? Birinchidan proshivka qilinadi. O'shanda rezultat ancha zo'r bo'ladi, lekin rezultatni yanada tezroq qilish uchun unda katalizator o'rniga yoki PAOK 4.2.1 yasaladi yoki prostavka downpipe. Downpipe o'rnatganimizdan keyin orqa tomonda yoqimsiz ovoz chiqadi va o'shani o'chirish uchun zavodskoy rezonator olib tashlab, o'rniga ikkita rezonator o'rnatish kerak bo'ladi. O'shanda ovozlari ham, yurishlari ham ancha o'zgaradi. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Egalar bilan haydab keldik. Juda ham yoqdi, dinamikasi o'zgargan. To'g'risi, egalari PAOK qo'yaman deyaptilar. To'g'risi, mana shu mashinani o'zimizda yana bir marta ko'rasizlar. Ovozi o'zgargan, sportivniy bo'lgan. Hozir birgalikda eshitib ko'ramiz. Va qo'shimcha bu avtomobilga havo filtri o'rniga nulvoy filtr сопротивления o'rnatib berdik.